Bu bizning hech qachon birlashmasligimiz uchun maxsus qilingan tarix. Батырларыбыз эле, каармандарыбыз эле дей бербестен, алардын ишмердүүлүгүн да карашыбыз керек. Aynan o'sha imperiyaning tarixchilarining yozgan narsasi ular uchun tarix, o'zimizning tarixchilar yozgan narsamiz ular uchun ertak. Chunki ularning mafkurasini asoslamaydi-da. Бахром ака, Кыргызстанга, биздин Бишкек борбор шаарыбызга, анан эсимде уюштуруп жаткан эл аралык конференцияга куш келипсиз. Бахром аканы тааныштыра кетсем, Бахром Мирзаев Катаган курмандыктары мамлекеттик музейинде илимий кызматкер болуп иштейсиз. Сизге бүгүнкү биринчи суроом, бүгүнкү эсимде уюштуруп жаткан конференцияга дегеле ушул эсимденин иш аракеттерине кандай баа бересиз? Avvalo rahmat taklif uchun, esimdeni bu tashkil etgan konferensiyasi uchun o'ylaymanki, bu yerda mavzularidan ma'lum, bu bitta Qirg'iziston uchun emas, bu butun bir o'sha postkommunist davlatlarni ko'pchilik yoshi kattasi oldida muammoli masalalarni qo'ygan va shunga tegishli insonlarni butun dunyoda o'rganadigan tadqiqotchilarni muhokama qilyapti. Buning uchun alohida rahmat aytaman va konferensiya oldiga qo'ygan maqsadi juda baland. Bu nafaqat o'tmishni baholash uchun, balki kelajakni bir tasavvur qilish uchun ham biz shu savollarga javob berishimiz kerak. Bu yerdagi hozir oldingi olimlarni gaplari, ayniqsa Jardi qozog'istonlik mutaxassisni gapi menga juda ham yaxshi nima bo'ldi. Afrikadagi o'sha bizdan 50 yil, 30 yil oldin mustaqillikni qo'lga kiritgan davlatlarning holigacha boshqa tillar, boshqa madaniyatlar ta'sirida, ya'ni mustaqil bo'ldi degani bu hamma narsa uchun yo'l ochildi degani emas. Qachonki ko'pchilik o'sha qadriyatlarni, o'sha kolonial an'analarni, traditsiyalarni yo'q qilmagunimizgacha, demak bu voqea sodir bo'lmaydi. Demak, mana shu masalalarda muhokama qilinadigan ishlar o'ylaymanki juda chuqur o'ylangan va yaxshi ish. Бүгүн бул конференциянын ачылышында биздин агайыбыз Тынчтыкбек Чоротегин 1991-жылы 30 августта Совет доорунда 37-38 репрессиядан курман болгондордун тиги жайы табылып Ата Бейитте. Анан ал жерде курман болгондорду кайрадан башынан ак кепиндеп көмүп, алардын атын, таза атын кайрадан тарыхка кайтарып берди деп айтты да. Бул багытта Өзбекстанда кандай иш-чаралар болуп жатат? Эс тутум, хатыра боюнча Өзбекстанда кандай саясат жүрүп жатат? Музейлерде кандай иш-чара болуп жатат? Жана өзүңүз иштеген Катаган курмандыктары музейинде дагы кандай иштерди алып барып жатасыздар? Bizda ham xuddi shunaqa, men Tinchbek og'ani gapini eshitib o'xshashlikni his qildim. Qaysi ma'nodaki, bizda har yili mustaqillik bayrami 1-sentyabr bo'lsa, 31-avgust kuni o'sha bosh bizim muzeyimizga davlat rahbari, hukumat kelib, shu Qatag'on qurbonlarini o'sha Qur'on tilovat qilib, keyin ikkinchi kuni, undan keyingi kun mustaqillik bayrami boshlanadi. Bu har yillik an'ana. Ya'niki bugungi kunda, keyingi yillarda masalan o'sha reabilitatsiya masalasi ko'rilyapti. Masalan 1000 dan ortiq inson keyingi 3 yil, 4 yilning ichida, bular kimlar? Diniy ulamolar, bular istiqlolchilik, o'sha paytda bosmachilik deb ayblanganlar. Bularning orasida juda ko'p Qozog'istonlik, Qirg'izistonlik, boshqa qardosh xalqlar bor, turkmanlar bor, sababi tojikistonliklar bor. Sababi ular nima uchun oqlanmadi 50-yillarda, nima uchun
oqlanmadi desangiz 89-yilda katta oqlov paytida Gorbachyov nima uchun oqlamadi? Chunki ular kurashgan edi qo'liga qurol olib. Ular o'sha amirning, xonning ishida edi. SSRning buni maqsadi yo'q. SSR buni oqlash oldiga maqsad qo'ymagan. Chunki ular qo'lida qurol bo'lgan degan. Qurolni nima uchun olgan? Qurolni nima uchun olgan? O'sha istiqlol uchun, hurriyat uchun, bu qahramonlik edi. Qurol olganda nima qurol oldi? Bor yo'g'i pichoq. Pichoq bilan sening demak 20-asr qurolingga qarshi chiqayotgan odam aybdor bo'ladimi? Demak, bu yerda tarixiy adolatsizlikni tiklash uchun bugungi kunda O'zbekistonda o'sha ham hukumat tashkilotlari, ham xalqning har bir gazetada bitta maqola ketadi. Xalqda, yoshlarda ham katta bir ehtiyoj bor. Bitta muzeyimiz bugun 15 ta bo'ldi. O'sha Tinchlikbek og'a aytdi, bu yo'nalishda xuddi shu narsalar aytilgandek Qozog'istonda alash masalasi juda katta qiziqish bilan hamma tomondan, ya'niki kimlikni, o'zlikni anglashga bo'lgan katta bir jarayon ketyapti jamiyatda. Mana shu ehtiyojga, mana shu savroqqa javob berish uchun biz bu konferensiyalarni o'tkazyapmiz va birgalikda o'ylayapmiz. Shu ma'noda. Ушундан эле менде кайра суроо, катаган курмандыктары жөнүндө бир аз айтып берсеңиз, эмне үчүн катаган курмандыктары деп аталып калган? Алар кимдер? Ошол боюнча. Bizda qatag'on qurbonlari deganda, ya'niki Stalincha repressiyalar butun dunyoda qabul qilingan. Bolshoy terror deydi, katta qirg'in deydi. Buni butun dunyo biladi. Keyinchalik Stalindan keyin 2 yil o'tmay SSRning o'zi ham tan olishga majbur bo'ldi. Lekin biz buni bo'laklarga bo'lganmiz. Bu qachondan boshlandi? Stalindan oldin yo'qmidi? Masalan, o'sha imperiya mustamlaka bo'lgan paytda, masalan 16-yil voqealari, mardikorlikka qo'zg'olon deydi, Qirg'izistonda Urkum bor, bizda Jizzax qo'zg'oloni ko'proq. Xuddi shu narsa hattoki o'sha paytda Xorazmda ham kechdi. Ya'niki o'sha qiynoq, qatag'on qirg'inlarga o'sha erk uchun kurashadigan, undan oldingi Dukchi Eshon qo'zg'oloni bo'ladi. Bizda juda ko'p bu narsa va mana shunday nohaq zulm ko'rganlarning xotirasi va tarixdagi xizmatini o'rganadigan yo'nalish. Endi buni ichida bir paytlar sovetlar bilan bo'lib, masalan Fayzulloh Xo'jayev, davlat rahbarlari bor, katta olimlar bor, san'at odamlari bor, boya aytilganda istiqlol uchun kurashgan bosmachi deb nomlanganlar bor. Yaqinda oqlandi o'sha Ibrohimbek Laqayga o'xshagan, Muftiy Sadriddinxonga o'xshagan, ya'ni diniy ulamolar bor. Qaysiki shu millat o'zligi uchun kurashib yoki bo'lmasa adolat uchun kurashib, bu yo'lda sovet mafkurasi, ideologiyasining tazyiqiga uchrab, agar u otilish shart emas, lagerlarga jo'natiladimi, ishdan olib tashlangangacha ham biz uni qatag'on qurboni deb hisoblaymiz. Sababi uning avlodlari ham, uning farzandlari ham bu ta'qib bilan SSR davlatining dushmani sifatida ko'rilgan, ularning mulklari tortib olib qo'yilgan. Masalan, birovning mulkini nohaq tortib olinishini ham bu adolatsizlik bu. Ya'ni shu uchun demak bizning yo'nalishimiz qatag'on qurbonlari muzeyining tadqiqot obyekti juda katta. Bu jadidlardan boshlanib, bu o'sha hattoki o'sha kompartiya vakillari bo'lib, o'sha xalqi uchun qatag'on bo'lib yo'q qilib yuborilgan bo'lsa, bular ham bizni tadqiqot obyektimizga kiradi. O'rganamiz va ular haqidagi, ularning faoliyati haqidagi natijalarni o'zimizda kitoblarimiz bor. Men olib kelibman. Esimdagi taqdim qilaman kutubxonasiga va maxsus o'sha tom kitob bilan chiqarib ishlab yotirmiz. Aябай жакшы бир маселени көтөрдүңүз. Анан ушул жерден биздин Кыргызстанда коомдо болуп жаткан кээ бир нерселер тууралуу дагы айткым келет да. Бизде элдин арасында, ал тургай тарыхчылардын арасында деле басмачылар көтөрүлгөндө, алардын баардыгы эле апакай адамдар эмес да, ак адамдар эмес да. Алардын ичинде ууру болгон, кылмышкер болгон, зыян алып келген адамдар деле болгон. Анан басмачылардын баарын эле актаган болбойт деген тарыхчылардын арасында дагы көз караш бар да. Анан ушундан эле менде сизге суроо пайда болуп атат. Өзбекстанда бул тарых илими ичинде басмачыларга болгон көз караш биздикинде эмне талаш тартыштар барбы же жалпы жонунан эле тарыхчылар бул басмачыларды мындай совет бийлигине күрөшкөн,
batırlar qatarı qabul alıp qaldyby? Ha, bu muammo bor. Bu muammo bor, chunki Sovet davri arxivlarida tom delolar turibdi. Ularni jinoyatchi qilish uchun siz ishonasizmi? Madrasada mudarris bo'lgan, elding imomi bo'lgan katta odam masjidda borib bachavozlik qilib, zo'ravonlik qilib, ichkilikbozlik qilib, shu yerda odam so'yishiga ishonasizmi? Ko'p holatlarda mana shunday ishni qildi, talonchilik qildi, o'g'rilik qildi, bu yerda Sovet delosida yozilgan. Bu yomon, juda ham yomon. Qizlarga nomusiga tegdi, qizini o'g'irlab ketdi. Ikkinchi bir deloda u mudarris, u katta bir va odamlarga uning yozgan xatlari bor. Vatan uchun mayli o'lsak o'lib ketaylik, lekin biz vatanimizni, o'sha obidalarimizni, masjidi, demak muqaddaslarimizni dushmanning qo'liga topshirmaylik. Erta cho'chqaxona bo'lmasin dedi. Kim bu ikkalasi? Bir odam haqidagi nima? Endi arabiyda yozilgan, rus tilida yozilgan. Biz bitta narsani ko'rib qolganda, men o'zim ham boshida shunday edim, bo'lsa kerak, lekin delolarga qarasangiz, kiygan, chopon kiygan, ichida choponning ichida u qizil askar. U o'sha, ya'ni targ'ibot uchun, ya'ni xalqni bosmachidan nafratlantirish uchun o'zlari kiyinib olib, kirib qishloqni so'ygan. Ertaga men bir ma'ruzamda bor, Otontoy haqidagi ertaga ma'ruzamda bor. Shunday kelyapti-da, maktab o'qituvchisini o'quvchilar bilan zo'rlab, o'ldirib, yoqib yuboryapti. Keyin o'sha Jonibek qozining ukasiga qo'yayapti. Va ularni tutib olib shu yerda so'yayapti. Boshini kesib suratga olib, mana shular qildi deyapti. Aslida u narsa yo'q. Ular demak ikki xil hujjat yuritgan. Biz agar Sovet arxivlariga ishonadigan bo'lsak, shunday bo'lgan desak, masalan, Cho'lponning otayapti 4-oktyabrda hujjatga qarasangiz, deloda 5-oktyabrda sud bo'ldi, u kechirim so'radi. Bunda yozib qo'yibdi, 4-oktyabrda otib tashladik. Qaysiga ishonasiz? O'lgan Cho'lpon qanday kechirim so'raydi? Demak, biz bu hamma narsaga ishonmaymiz. Ularning olgan filmlari 70 yil film oldi. O'sha 20-yillarda, 30-yillarda boshlangan edi. 80-yillarda ham bosmachilar haqida film asarlar yozdi. Lekin 80-yillarning oxirida birdan xalq o'zini qahramonlarini tanidi. Hamma Cho'lponni dushman demadi, Qodiriyni dushman demadi. Ibrohimbek Laqay haqida afsona bo'ldi. Demakki, agar biz o'sha Sovet delolaridagi tuhmatlarni agar haqiqat deydigan bo'lsak, uni isbotlash kerak. Men aytmoqchi emasman, 100% shunday bo'lgan emas, top-toza. Ichida bo'lishi mumkin bitta ikkita alam ustida, inson alam ustida zulm qilib qo'yadi. Lekin ikkinchi narsani bilaman, Qashqadaryoda bo'lgan narsa. Shunday bir boy meni nevaramni to'yi debdi, to'y chaqiryapti-da, ko'pkar beryapti. Ko'kbarda hamma kelyapti. Bu yerdagi bir chekist qarab tursa, otlar almashyapti. Va ularga demak ovqatlantiryapti. Boyagi otni almashtirgan Tangriberdi Dodxo. Ular tog'da och, otlari yemsiz qolgan. Bu shu almashtirish uchun to'y beryapti. Elni chaqiryapti, ko'pkarda aylanyapti, otni almashtirib, ovqatlarni nima qilib olib ketyapti. Keyin axborotdan keyin xalqning o'zi to'g'ri boryapti-da, keyin qizillar kelib so'rasa, meni bosmachilar oldi deyapti. Sen tog'da shuncha yuking bilan nega yurayapting? Sababi u ichidan bilgan, boshqa yo'li yo'q. Kelib sovetlar zulm qilmasligi uchun u shunday ketyapti. U xabarini berib qo'ygan, hamma narsasini keyin qani yuking desa, meni bosmachilar olib ketdi. Maqsad bosmachilarga oldirish emas, bosmachilarga berish. Tasavvur qilyapsizmi? Bu narsalar tarixda ko'rinib turibdiki, xalq bir bo'lib kurashdi. Bu narsalar demak bizni ko'zimizni ochib olib, demak faqat o'sha Sovet qadriyati arxiviga emas, balki elning tilida nima bo'lyapti, aslida qanday bo'lish kerak. Mana shu haqiqatni ochmaguncha u qurbon bo'lib qolaveradi. Yomon otliq bo'lib qolaveradi. Uni yomon otliq qilganlarni ularning oldida tarixchilarning burchi bor. Ularni oqlab qo'yish kerak. Vatanga agar har qanday zamonda, bundan 1000 yil oldin bo'lmaydimi, vatan uchun kurashib shahid ketgan bo'lsa, u qahramon.
u qahramon sifatida qoladi. Demak, ular yashab qolishga, ularning ham xotin, bola chaqasi bor edi, mulkidan ayrilishni istamasdi. Lekin ular shunday yashagandan ko'ra mard bo'lib o'luvni orzu qilgan yoki tanlagan qahramon odamlar. Ko'pchiligi yosh bolalar. Shuning uchun ularni oqlash kerak. Shuning uchun biz bir barakay, demak bitta o'sha Nosirxon to'ra bilan qaramaymiz. Bizda yana ikkinchi narsa bor. Hatto rus bo'lishi mumkin. Masalan, Ibrohimbek xalqqa yozayotganda ruslar, armanlar, yahudiylar, tatarlar, agar sizlar demak bolsheviklarning mana qotilligiga rozi bo'lmasangiz, bizga qo'shilinglar. U tanlamayapti, faqat o'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar demayapti. Chunki insoniyat hamma yashaydigan haq yo'lida kurashayotgan. Bunday odamlarda demak bu millat masalasi bizga qiziq, ko'p ahamiyati yo'q. Qaysi yo'lda, adolat yo'lida bu albatta qurbon bo'ladigan bo'lsa, u demak o'rganiladi, xizmati tan olinadi. Hozir siz aябай bir yaxshi bir ma'lumotni aytib ketdingiz-da, Cholpondun misolida 4-oktyabrda atılып atat degen жүрөт, 5-oktyabrda sot bo'lib kechirim surады degenday dal келбестиктер архивде бар депчи. Анан ушунда архивдеги жалган маалымат дейбизби, же болбосо провокациялык маалымат дейбизби, ушуларды такташ үчүн бул бийликке каршы күрөшкөн баатырлардын Өзбекстандагы элдин арасында, элдин катырасында сакталып калган маалыматтарды чогултуу болот да, хатыра саясаты, эс тутум саясаты деген. Өзбекстанда бул иш кандай жолго коюлду? Ушундай элдин арасында бул басмачылар жөнүндө, жадитчилер жөнүндө мындай сакталып калган маалыматты топтоп изилдеген изилдөөчүлөрдүн изилдөөлөрдүн абалы кандай азыркы кезде? Буну asosan Germaniyani Konrad Adenauer bilan bir nechta konferensiyalar o'tkazilgan, o'sha oral history, verbal history va bu yo'nalishda tadqiqotlar bor. Bu ancha avvaldan boshlangan aslida. Sababi o'sha mardikorlikka olinib Ukrainada bo'lgan bu qarorni Fayzullo Xo'jayev 1926-yilda, ya'ni 1916-yilning 10 yilligi munosabati bilan chiqargan. O'sha paytdayoq ko'zi bilan ko'rgan odamlardan xotiralar yozib olingan. Chunki Fayzullo Xo'jayev davridayoq bilganki, arxivlashtirish uni qo'lida emas. Istagancha arxivga qo'yyapti. Odamlarda demak xotiralar, hali tirik odamlar, suratlar bizning muzeyimizda turibdi, ertaga ko'rsataman. U suratlar o'sha paytlarda olingan. 30-50 imkon bo'ldi degandan bu xotiralar yozilgan. Insonlar o'zlari yozgan. İnsanlar o'zlari balki farzandi uchundir va bugungi kunda bizning o'sha o'tmishga bo'lgan voqeliklarni, haqiqatni tanlash uchun bu xotiralar xizmat qiladi. Bugun ham yozib qo'yamiz. Mana 90 yoshga oshgan kishi bir davlatni bir chetida bo'lsa, odam jo'natamiz, yozib olamiz videoga, audio ovozini va u yig'ib boriladi. Maxsus alohida fondlar bilan, sababiki kelajakda ma'lum bir narsalar ochilib qolsa, bular yordam berishi mumkin. Qo'shimcha bulaq bo'lib bera oladi ekanda. Анан ушул жерде дагы бир биздин коомдогу бир талаш тартыштуу маселе, жана эле сурообузда дагы бир айтып өттүңүз. Бул басмачыларды сиз айтып атасыз, мындай адилетсиз түрдө соттогон депчи. Анан ошол доордогу, ошол дебирдеги эл билген алардын адилетсиз соттолуп атканын. Бирок кийинки муундар баягы пропаганда деп атасыз, 80-жылдарга чейин кинолорду тартты, каралашты деп атасыз. Мисалы үчүн ишенип алгандар бар да. Булар басмачылар чындап эле жаман адамдар турбайбы деген. Бул казактын ичинде деле бар, кыргыздын ичинде деле бар, өзбектин ичинде деле бар. Пропагандага ишенип алгандар бар. Анан азыр Советтер Союзу ыдырады, кулады, эгемендүүлүккө жеттик. Анан басмачыларды актап атабыз да. Анан ошондо мисалы үчүн элдин ичинде бир түшүнбөстүк болуп калат. Алар баатыр болсо, Советтер Союзунда жашаган биз кимбиз деген өздөрүнө суроо пайда болуп калышы мүмкүн да. Өзбекстанда бул жаатта кандай болуп атат, эл кандай кабыл алып атат? Мисалы үчүн бизде айрым учурда мисалы үчүн басмачылар же болбосо репрессиялангандардын бир күнөөсү болгондо жөндөн жөн буларды атпайт да же камабайт да деген
emeler bolup keleti elin arasında. Bak, düşünbөгөндөр, düptönbü, je maglumattın жетишсиздигинenби ушундай ойлор дагы айтылып келет. Өзбекстанда бул боюнча элдин арасында тарыхчылар эми бу архив менен иштеп, эл менен сүйлөшүп көп нерсени билип, көбүрөөк маалыматтуу болушу мүмкүн. Өзбекстандын бир айылында жашаган бир жөнөкөй адам кантип ой жүгүрдүт, ошол кызыктуу болуп атат. Bizda bu juda to'g'ri savol. Masalan, million odam Buxoroni tashlab Afg'onistonni shimolida bugun yashaydi. Juda ko'pchiligi Pokistonga o'tib, Hindistonga o'tib, millionlab odam Saudiyada yashaydi bugun. Million ulardan kam emas. Misrda yashaydi, Turkiyada yashaydi va ular juda katta o'zi bilan xotirani olib ketgan va bu kitoblar 80-yillardan keyin tarjima qilingan. Bu tarjimalar ular bilan o'sha tadqiqotlar, tarixchilarda va televideniya orqali haqiqat bugun masalan Amrolimxonning nabiralari keladi, maxsus mana shunday suhbatlar qilinadi. Ularda axborot qanday? Mana bu voqeani ko'rgandan keyin siz aytayotgan o'sha unda biz kimmiz degan odam, siz kimsiz? Siz ularning bir qismisiz. Ular o'zlarini masalan men bir voqea bilan aytmoqchiman. Munavvar Qori degan inson bor. Bu Toshkentdagi umuman o'zbek jadid Turkiston jadidchiligini dohiylaridan bittasi. Shunday Muslim akasi kelganda eshikdan qichqiradida, meni senday akam yo'q, yo'qol, boshqa qaytib kelma, hamma eshitsin. Bu yerda qulog'im borda. O'sha chekistam eshitib turibdi. Men seni oq qildim, sen bilan hech qanday aloqam yo'q. Akangizni nimaga xafa qildingiz deb xotini aytayapti. Siz juda yaxshi ko'rardingiz-ku, akangiz-ku, onangizni, o'sha otangizni. Keyin og'zingni yum deydi-da, kirgandan keyin senga taloq deydi. Sizga nima bo'ldi? Senga taloq. Sen hozir uni ham xuddi shunday baqir-chaqir bilan chiqaradi. Shunda xotini yozganki, nimasidir sirg'asimi qolgan ekan, kesam ertalabga kesam, ana yostiq ho'l. Ertalabgacha yig'lab chiqqan. Va keyin men kechirdim. Bizni saqlab qolmoqchi. Ular saqlab qolgan bugun qolgan qirg'izlar. Ular saqlab qolgan bugun bu yoqda qolib yashaganlar. Sizlar hech narsa qilmanglar. Faqat yashanglar. Chunki shu yerda chunki qirg'in juda qattiq ketdi. Mana Galadomor bilan qariyb 40% dan ortiq qozoq, ukrainlar, bu qirg'inlar bolsheviklar uchun o'zi siyosatini o'tkaza oladigan qismiga na dunyo xabar oldi. Hech kim dunyo o'yinini, raqsini tomosha qilib o'tkazdi ular. Samolyotini uchirdi. Hech bir voqea bizda nima bo'layotganini, bugun dunyoning bir burchagida bir qon to'kilsa, odamlar, jurnalistlar aytayapti. U paytda eshitganmisiz birorta? Bizda bu qirg'inlar bo'layotgan paytda o'sha konferensiyalar bo'layotgandi, nimalar, hech kim yordam berishni o'ylab ham ko'rmadi. Mana shunday adolatsizlikka qolgan joyda bu yerda qolib ketganlarga yashash huquqi berilgan va bugun biz ko'pmiz. Bugun biz shu elning nimasimiz? Buni uchun ketganlar qahramon bo'lsa, bizlar dushmanmizmi? Bunaqa o'yni qilish uchun demak unga asos kerak. Ichida lekin o'sha bolsheviklarga xizmat qilgan kimsalar bo'ladigan bo'lsa, endi masalan Polshada, Germaniyada, muzeylarda juda qattiq o'sha Shtazi ishchilariga juda qattiq. Bizda masalan imkon qadar nima qilmaymiz. Chunki ular xoinlik istab emas, balki jonni saqlab qolish uchun. Bir xil odam qo'rqoqroq bo'ladi, bir xil odam nimaroq bo'ladi. Shu uchun baribir ertadir, indindir hukmi beriladi. Lekin bugun xalqni bo'lmaslik uchun biz shu mavzuni kamroq ochamiz. Lekin baribir o'sha qahramonlik qilganlarni ko'proq yoritamiz. Sababi millat ichida qahramonlik, vatan, millat oldidagi burchini biz yo'qotmasligimiz kerak. Shuning uchun biz 1000 yildan beri Turkiston yerida yashayotgan xalqlarimiz, bobolarimiz ham shunday yashagan. Shulardan omonat vatan uchun kurashganlarni biz qahramonlarimiz, botirlarimiz deb alqaymiz. Bu haqda film qilamiz, kitob yozamiz. Shu ma'noda.
Бул жерде сиз жакшы бир маселени көтөрүп кеттиңиз. Биз кимбиз деген суроо коебуз депчи, анан өзүбүздү өзүбүз издейбиз депчи. Өзбекстанда азыркы кезде иденттүүлүк, өзбек иденттүүлүгү дегенде өзбектер кимди издешет, өздөрүн издеп жатышабы азыркы кезде? Ошол суроого жооптор барбы? Сиздерде кандай болуп жатат? Identlik juda og'ir masala. Bunga juda qudratli davlatlar ham javob topalayotgani yo'q. Birlamchi bizni tariximiz. Avlodlar 7 avlodini, urug'ini bilmaydiganlar juda ko'p. 4 ta otasini biladiganlar ham juda kam. 7-10 avlod emas, chunki boyagi qatag'on qirg'inlar bunga imkon bermagan. Tarixni alifbolar almashishi bobosidan qolgan kichkina xatni o'qiy olmaydi. Ya'niki bu uzib tashlandi. Endi ikkinchi, bu demak o'sha baxtsiz o'tmish, birinchisi. Ikkinchisi, bugungi globalizatsiya. Bu ham juda ham murakkab ketyapti. Shuning uchun men ishonmayman, bir davlat doirasida buni eplash juda qiyin. Juda katta xarajatga tushadi. Juda boy davlat. Arab davlatlariga o'xshab har qadamdan neft otilib yotsa ekan, mumkindir qaysidir ma'noda. Shunda ham ularda ham to'liq o'zligini saqlab qoldi deyish qiyin. Juda yevropalashgan, juda nima. Endi bizda bu narsani siz savolingizga javob aytishim mumkinki, bir voqeani aytib bersam sizga. Shunday buni eshitgansiz, tarixchisiz, 1000 yil oldin o'sha Xitoydan kelgan elchi Chjansi Farg'ona xonining qabuliga yoziladi. Qabulga yozilgan paytda Farg'onani bilib oldin u josus-ku, xufiya-ku, biladi, hech qanday Xitoy bilan urushadigan kuchi yo'q. Birinchidan armiyasi yo'q, ikkinchidan mudofaasi juda mustahkam emas, aholisi ko'p emas. Keyin belgilangan kuniga keladi. Kelsa, qarasa, ko'zi xafa bo'ladi. Sababi xon bu yerda o'tiribdi, Farg'onaning o'sha xoqonimi, hokimimi, bu yerda yonida buni mana poygakka qo'yibdi. Men yomon ko'rganim, meni xafa qilgani oldimda usun oqsoqoli turibdi. Na uning davlati bor, bir mahalla Xitoyda ustida yashaydigan bir kichkinagina urug'. Keyin noroziligimni bildirish uchun Farg'onaning hokimiga aytdim: "Ey, men imperiyaning elchisiman. Sen ustimdan kulganda yonimda 4 ta echkisi bor usundi mendan teparoqqa qo'yib, kosasiga suyak solsan. Meni poygakda qo'yganingdek kosamda ham suyak yo'q. Nima deb javob berasan? Biz senga urush qilamiz" deganda aytadiki, "Mumkin, lekin bu meni suyagim. Buni davlatchiligi, imperiyasi bo'lmasligi mumkin, lekin mana yonimda, oldimda turganlardan men uyalaman. Sen imperiya bo'lsang, seni olib kelib to'rga o'tirg'izib qo'ya olmayman. Bu suyagim. Shuning uchun senga bunga suyak kosasiga solganim, bu demak meni qonim. Biz qardoshmiz. Shuning uchun bu masalaga aralashma, dardingni davom et." Mana shu voqeadan deydi o'sha Chjansi. Ozginadan keyin bu yoqdan qaniqdan arg'inlar keldi, boshqa qildi. Xullas Farg'onani biz bosib ola olmadik deydi. Ya'niki tasavvur qiling, butun bir kenglikdagi bitta hokimning to'g'ri qarori demak shunday qudratli. Bu qudratlar har doim bizga xavf solgan. Men uchun Chingizxon yoki Timur nima emas, qanaqadir alohida bir ilohiy odamlar emas. Masalan, Amir Temurni o'sha oqsoqligini hamma biladi. Chingizxon ham taxtga chiqqanda 50 dan oshib qolgan bir chol edi. Qanday dunyoni bosdi? U ideologiya, u mafkura, uni bir no'yoni boshqa urug'dan katta. Bu buyuk bir mafkura. Biz mana shu identlikni biz tarix orqali, kecha Turkiston muxtoriyati uchun jonini tikkan qirg'izlar, qozoqlar, ularga oson bo'lmagan, kafolat yo'q edi. Xohlagan paytda bolsheviklar otishi mumkin edi. Shuncha uzoqdan Mustafa Cho'qay keldimi? Shuncha tog'dan tushib keldimi? Mana bu g'oya bu. Bu g'oya biz uchun qiziq. Jadidlarga eng ko'p nima qilayotganimiz, Alashga eng ko'p murojaat qilayotganimiz dardimiz yaqin. Identlikni
o'ziga xoslikni, kimlikni biz yaqin tariximizdan, kecha siyosiy tariximiz boshlangan, sindirilgan kundan boshlaymiz. Va shundan o'ylaymanki, shu orqali chiqsak biz osonroq maqsadga erishamiz. Lekin alohida chegaramiz ichida, bayrog'imiz ostida bitta o'zbeklik g'oyasi yoki Qirg'izistonda qirg'izlik bunday desak, biz bo'lingandan keyin biz buncha xarajat qiladigan bolalar tug'ilyapti, o'qitish kerak, ijtimoiy xarajatlar juda katta, dunyodagi iqtisodiy o'sish juda katta. Umumiy bir kutubxonalar, umumiy bir o'quv yurtlar, umumiy bir mana unaqa SMDni konferensiyaga o'xshagan konferensiyalar orqali xalqlar. Men tarixchi bo'lsam ham uyalaman sportchilarning oldida. Munarbek bitta nima bilan butun bir xalqlarni birlashtirib, Fransiyadami, qayerda bo'lsa ham butun Markaziy Osiyoni yagona demak olib kelyapti. San'atchilarning oldida uyalaman. Bitta qo'shig'i bilan chegaradan o'tib, Ko'kjiguliga qirg'iz, qozoq, o'zbek soldatlari o'ynab yotibdi, harbiylari. Biz endi mana shuni tarix bilan, mana shuni mafkura bilan, mana shuni demak yana ham asoslangan holatda hukumatlarimizni kerak bo'lsa stoliga qo'yiladigan bo'lsa, ular yana ham o'ziga ishongan holatda, yana ham qudratni tashkil qiladigan bo'lsa, dunyodagi xavflar yoki bo'lmasa nimalar Markaziy Osiyo bilan shug'ullanayotganda ehtiyot bo'ladi. Ham o'zligimizni saqlash kerak, ham demak sharafimizni saqlash kerak. Buning uchun bizga tarix, bizga san'at, bizga bir mana bu kimlikni o'rganish masalasini shu bilan hal qilish mumkin deb hisoblayman-da. Бұл жерде санат адамдарын, біздің спортшылардың, айрықша Париж Олимпиадасында біздің боксчу Мунарбектің мисалында аяғында бір жақсы бір көрініш болды. Өзбекстандық секундант жардам беріп, финалда Өзбекстандан жеңіліп қалғанына қарабастан, ал жеңіліп қалдым деп қапа болбастан, бір туғанда келе барып, алар менен кошо кучакташып, сүрөткө түшүп, аягында бирге жакшы бир мисал келтирди да. Ушул жактан сиз туура баамдадыңыз, тарыхчылар бир аз проблема жараткан миллет болуп атабыз, эл болуп атабыз. Эмне үчүн дегенде, жана Грибоедовдун Горе от ума деген чыгармасы бар эмеспи? Тарыхчылар биз кыргыз, өзбек, казак айырмасы жок. Баарыбыз өзүбүздү мындай көбүрөөк билебиз деген оору менен ооруйбуз да. Қазақтар біз деген Кенен Сарыханымыз бар, илгертен байыркы сактын урпактарыбыз дейт. Анан кыргыз тарыхчылар биз чыгабыз. Кыргыз деген түрк элдеринин ичинен эң байыркы эл, биз Сматяндын эмгегинде биринчилерден болуп, биз кыргыз деген ат эскерилген, биз деген эң улуубуз деп биз кыргыздар чыгабыз. Анан Өзбекстандын айрым тарыхчылары бул казактагы, кыргыздагы өзбек хандыгына баш ийип эле жүргөн эл, 92 өзбектин боосунда кыргыз деген уруу бар, булар бизден тараган деп эле биз көпчүлүк учурда бириге албастан кайра бири-бирибизди түртүп, бири-бирибизди кемсинтип жатабыз да. Ошо сиз өзүңүз тарыхчы катары биздин жалпы бир орток тарыхты жаратыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Бул жаатта мисалы үчүн Казакстандагы Түрк академиясы бир аракеттерди кылып жатат да, орток тарыхыбыз болсун, бири-бирибиз менен бөлүнбөйлү. Биз бир кандашпыз, бир тууган элдербиз деген аракеттен орток тарыхыбызды жазганга аракет кылып, анча-мынча иш аракеттер болуп жатат бул жаатта. Сиз тарыхчы катары биз тарыхчылар эмне кылышыбыз керек? Биздин элдерди бириктирип, ынтымакты чыңдаш үчүн. Qarang, tarixchilarda eng katta mas'uliyat dedim. Endi qarang, 43-yillar, 40-yillarda tarix institutlari paydo bo'ldi. Ya'ni Sovet davlati, Stalin o'sha boshqaruvi xulosaga keldiki, demak, endi alohida har qaysiga tilni yaratib bo'ldik, alifboni yaratib bo'ldik. Endi tarix yaratishimiz kerak. Shu uchun ularga qaysi mavzularda ishlash, qanday qilib tarixlardagi, chunki bular aynan shu yo'l bilan bosib olgandiku. Imperiya aynan bosib olayotgan paytda Qoraqalpoq bilan Xorazm xoni o'rtasida, Turkman bilan Xorazm, Toshkent mudofaasi paytida demak Qorachapon voqeasi uchun qasos oladigan, Samarqandni bosib olayotganda Eronni tojik omilidan foydalanib, mana buni Sovet davlati rivojlantirdi va har bir tarixchilari
demak tarixchilari ularning o'sha boyagidagi tarixini yaratgandan keyin aytganingizdek muammo chiqdi. Maqsad bu maqsadli alohida tarix yaratish bo'lgan. Tojiklar albatta o'zlarini bunday qarasangiz bitta voqeaga 5 xil baho berib, bu demak bu bizning hech qachon birlashmasligimiz uchun maxsus qilingan tarix. Boya aytdim, o'sha arxivlar qanchalik bizga zararli bo'ladigan bo'lsa, Sovet davrining tarixi ham xuddi shunchalik yaratilgan tarixi. Biz o'sha paytdagi voqealarni qaytadan o'rganishimiz kerak va ishonamanki, butunlay boshqa namoyon bo'ladi. Ular sinfiylik, o'sha antagonizm, bir qanaqadir zulmlar haqida Ingliz Marks nazariyasi asosida tarix yaratgan edi va shu ramkaga solish asosida demak, shu uchun boyagi tarixchilar masalasida agar u tarixdagi muammoni kovlayotgan bo'lsa, u maxsus buyruq bilan shu vazifani qilish uchun tarixchi bo'lgan deb hisoblash kerak. Va foydalanadigan manbalari aynan o'sha imperiyaning tarixchilarining yozgan narsasi ular uchun tarix. U Abulg'ozi yozadimi, Balami yozadimi, Ibn Xaldun yozadimi, o'zimizning tarixchilar yozgan narsamiz ular uchun ertak. Chunki ularning mafkurasini asoslamaydi-da. Demak, shu nuqtai nazardan biz tarixga ko'z qarashimizni boshqatdan, o'zimizning manfaatimizdan kelib chiqib, maqsadimizdan kelib chiqib nima qiladigan bo'lsak, demak, muammo o'z-o'zidan yechilib ketadi. Shu uchun shu paytgacha yozilgan tarixlar, bitta tarix demayman, adabiyot. Men hozir aytaman, nima uchun buncha Said Ahmadni o'qiysizlar, nima uchun buncha Oybekni o'qiysizlar? Xo'p, baddiyligi yuksakdir, lekin kommunistik mafkuradan o'tib, o'sha senzuradan o'tdi, sening bolangga nima beradi? Endi u bechorani o'qigani shuda. Tasavvur qilasizmi? U o'zi o'qigan, bolasi ham o'qishini xohlaydi. O'zi maza qilib o'qigan yoshligida. Shuni o'qiganmisan deb savol beradi. Biz bugungi dunyo yoki bo'lmasa bugun yozilayotgan nima uchun jadidlar Navoiydan voz kechdi? Zamoni boshqa edi. Navoiy davridan u mustamlakadagi endi oddiy so'z bo'lsa ham o'zini she'rini bir bolachaning, Cho'lpon masalan kichkinagina bola, 13 yoshli bola o'sha Jadid gazetasiga Navoiyning she'rini qo'ysa bo'lmaydimi? Katta, mukammal, juda ham haligi qoidasiga tushadi. Undan Cho'lponning o'xshamagan she'rini qo'yyapti. Chunki bu yangi zamonning dardi. Biz siyosiy millat. Shuning uchun demak, bugungi kunda ham biz shunday ehtiyojimiz bor. Bugungi kunda ham mana shunday katta yig'ilish, suhbatlarga muhtojligimiz shunda deb o'ylayman. Biz Fikrat degan, Azon degan nima qildik? U yerda qozoq xonlari tarixi, qirg'izlar tarixi, G'aybulla Boboyorov bilan maxsus suhbatlar qilamiz yoki kelajak va bu men hayron bo'lamanki, O'zbekistondan ko'proq Qozog'istonda ba'zida ko'rilgan bo'lib chiqadi, mavzuga qarab. Tojikistonda juda ko'p ko'rilgan bo'lib chiqadi. Shu uchun til bizada baryer bo'lmayapti endi. Endi sekin-sekin yozma tilimizni ham bir qilsak, haqiqatdan ham. Ana unda demak, aytganingizdek maqsadimizga yaqinlashib qolaveramiz. Men shu yerdan da qo'shimchalab ketayin. Jana 37-38-yillar repressiyada qurmandiq bo'lgandordu biz Soyuz maalında el düşmanı deb keldik. Anan egemендүүлүккө, мустакилдикке жеткенден кийин аларды баатыр, каарман деп чыктык. Анан ушул жерде менин оюмча тарыхчылардын дагы баягы советтер куруп берген идеология менен биз душман деп келсек, кийин эгемендүүлүккө жеткенден баатыр деп атпайбызбы? Биздин тарыхчылардын милдети ошолорду дагы ар бирин карап чыгышыбыз керек да. Себеби 37-38-жылдагы курман болгондордун көбү кимдер эле? Ошол кездеги 20-25 жаштагы жаш жигиттер, 30 жаштагы жигиттер. Анан көбүнчөсү эле тиги Москванын айтканын аткарган эле балдар болчу. Аны дагы биз карап чыгышыбыз керек. Булар биздин баатырларыбыз эле, каармандарыбыз эле дей бербестен, алардын ишмердүүлүгүн да карашыбыз керек. Себеби жанагы Совет өкмөтүнүн национальное размежевание саясатында буларга баягындай акыл токтотуп калган, оозунда сөзү бар саясатчылар керек эмес болчу да. Ошон үчүн бул жаш балдарды пайдаланышты. Ар бири өздөрүнүн алфавитин жазды. Бул жерде тиги Поливановдун ишмердүүлүгүн да биз башынан карап чыгышыбыз керек. Себеби ал
биз кыргыз коомунда Манасты изилдеген гениалдуу бир тилчи, фольклорчу деп жүрөбүз. Анын биздин чөлкөмдү бөлүп жана жарган саясат боюнча алган ордун дагы биз башынан карап чыгышыбыз керек. Анан бүгүнкү кезде Өзбекстанда же Кыргызстанда булар биздин баатырлар деп жүргөн адамдарыбыздын дагы ишмердүүлүгүн мындай бир объективдүү түрдө алардын жасаган иштерине дагы туура баа бере алганда биз мындай бир келечекке дагы ишенимдүү кадам жасай алабыз деп ойлойм да. Себеби идеологиянын же болбосо мамлекеттик саясатка ыктап эле алардын баары баатырлар болчу дей берсек, анда биз алардын мындай кемчилик жагын же болбосо биздин коомго тийгизген зыяндуу жактарын дагы байкабай, байкасак дагы айткыбыз келбей калышыбыз мүмкүн. Бул Совет өкмөтүндөгүдөй эле баягы маалыматты жаап жашыруудан эч айырмасы жок болуп калат да. Ошондуктан биз тарыхчылар менимче бул жаатта дагы биз изилдей турган иштер аябагандай көп. Бул жаатта көп дагы изилдөөлөр, архивдик маалыматтар, Оз эки тарыхтын маалыматтары топтолуп, анализделип, анын жыйынтыктар туура коюлуп чыгарылса, биз келечекте сиз айтып аткан мындай бир туура бир тарыхты же болбосо келечекке бир туура кадам жасаганга бизге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бахрам ака, биздин подкастка келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан балким келечекте эсимденин бир конференциясын сиз Ташкентте уюштуруп берет деген үмүттөбүз. Чоң рахмат сизге. Рахмат.